Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video darsligimizda asosan biz trendiy mahsulotlarni qayerdan aniqlashimiz kerakligi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Ya'ni biz trend mahsulotlarni topgan holatda marketplace'da qanaqa tartibda sotamiz. Demak, asosan trendiy mahsulotlar bu Xitoyda chiqadi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda Xitoyda tug'ildi, O'zbekistonda o'ldi deydi-ku, xuddi shunaqa narsa. Ya'ni Xitoyda marketplace'lar bor, ko'pchilik biladigan o'sha Alibaba.com, Made in China va undan tashqari Global Social saytlari va bir qancha Shopify saytlarini ham biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta o'sha saytlar orqali biz trendiy mahsulotlarni aniqlaymiz. Xo'p, trendiy mahsulotlarni qayerdan aniqlaymiz? O'sha saytlarda asosan biz e'tibor beradigan narsalarimiz bu odzivlar, reytinglar va albatta yangi mahsulotlar bo'yicha har bitta saytni o'zini analitik servis saytlari. Ya'ni o'sha analitik servis saytlar orqali xuddi mana biz uzumni qanaqa tartibda analiz qiladigan bo'lsak, o'sha Data, Zoom Selling analitik servis saytlari kabi ularning ham albatta analitik servis saytlari bor. Va o'sha orqali biz bemalol mahsulotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Alibaba saytiga keladigan bo'lsak, Alibaba saytida top rinq bo'limi bor. O'sha orqali ko'rishimiz mumkin va undan tashqari Made in China mana biz rasmni qo'yib o'tamiz. O'sha bo'limida ham biz bemalol trendiy mahsulotlarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari sekin yaqinlashadigan bo'lsak, bizda mana Pochta Qozog'iston ko'pchilik biladi, Kaspi marketplace bor. Kaspi marketplace'da ham biz Algato sayti orqali bemalol mahsulotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni e'tibor beringlar, undan tashqari mana Wildberries, Ozon marketplace'lari bor. Bularda ham biz trendlarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Ozon, Wildberries yoki o'sha Qozog'iston marketplace'larida bizning mentalitetimizga ozgina yaqin bo'lgani hisobiga o'sha Xitoydagi mahsulotlar yoki trendi bo'layotgan mahsulotlar u yerda sotiladi va o'sha joyda yaxshi sotilgan va talabgir bo'lgan mahsulotlar albatta qoladi va qolganlarini ular sotishmaydi. O'shaning hisobiga biz Ozon va Wildberries'dan yaxshi sotilayotgan mahsulotlarni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Shaxsan men o'zim Ozon va Wildberries'dan ko'proq trendlarni kuzataman va undan tashqari o'sha Xitoy saytlari Pinduoduo 1688, Taobao saytlarini ham albatta kuzatib boraman. Ya'ni bu yerda bemalol biz trendiy mahsulotlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni ko'pchilik biladigan mana TikTok, Instagram va undan tashqari mana WeChat saytlari bor, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlari. O'sha joydan ham biz trendlarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni siz o'sha prosmotrlar orqali, layklar orqali va odzivlar, ya'ni o'sha kommentariyalar orqali ham siz bemalol trendlarni aniqlab olishingiz mumkin. Endi ko'p holatda agar siz mahsulotingizni o'zi ishlab chiqaradigan bo'lsangiz yoki hali trend bo'lmagan, o'zingizga yoqqan mahsulotni olib kiradigan bo'lsangiz, albatta uni sotishingiz qiyin bo'ladi yoki o'zingiz trendga aylantirishingiz kerak bo'ladi. Va o'zingiz trendga aylantirish deganda asosan o'sha yuqorida sanab o'tgan ijtimoiy tarmoqlarda tatbiq qilish, ya'ni ko'pchilik biladigan bu Instagramda yana ham ko'proq tatbiq qiladigan bo'lsangiz, siz o'sha mahsulotni o'zingiz trendga olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. O'zi trendiy mahsulotda asosan odamlar uni trend qilib o'tadi. Ya'ni o'sha Labubu trend bo'lib ketganda o'zi unaqa zo'r mahsulot emas, xunuk bo'lgan mahsulot bo'lsa ham odamlar uni trend qilishgan. Ya'ni o'shani aytmoqchimanki, siz o'zingiz ham trend yarata olasiz. Bemalol. Lekin boshlang'ich etapda albatta o'sha chet el marketplace'lardan foydalangan holatda albatta biz trendlarni kuzatib borishimiz kerak bo'ladi. Mana bizda ko'p foydalanadigan Wildberries va Ozonda o'sha analitik servis sayti orqali ko'pchilik bizga kerak analitik servis saytlari bor. O'sha analitik servis saytlar orqali bir oyda necha pullik oborot qildi, bir oyda nechta sotdi, qaysi mahsulotdan ko'proq sotdi, o'shalarni hammasini biz tahlil qilgan holatda uzumga olib kirishimizdan oldin biz uzumni o'zini analiz qilamiz. Ya'ni uzumni o'zi deganimizda o'sha kategoriyada uzumda o'zi bozor bormi? Ya'ni necha pullik oborot qilyapti, qancha sotuvlar bo'lyapti o'sha joyda, nechta sotuvchilar bor. Agar biz yangi mahsulot bilan kiradigan bo'lsak, u bizning mentalitetimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, o'shani ham biz bilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bizda ko'p keyslar bo'lgan albatta, ya'ni mana Wildberries'da tanlangan tovarimiz uzum marketda 70-80% holatda yaxshi sotiladi. Ya'ni o'sha Wildberries'da ham yaxshi sotiladi, uzumda ham yaxshi sotiladi. Mana ko'pchilik biladi, mana Wildberries hozirgi kunda O'zbekistonga ham kirib kelgan ba'zi bir mahsulotlar yoki umuman dizaynlari Wildberries'dan ko'pchilik ko'chiradi. Bu tabiiy hol albatta va albatta bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Wildberries'dan tovar tanlayotganimizda, ya'ni o'sha trendlarni aniqlayotganimizda Xitoy saytlarini unutib qo'ymasligimiz kerak. Bu yuqorida sanab o'tdim, o'sha saytlarida ham yaxshi sotilayotgan mahsulotlar O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladigan holatlari bo'ladi. O'shaning uchun albatta biz bu narsaga ham ahamiyat berishimiz kerak. Nimaga O'zbekiston sharoiti deyapman? Mana bizda shunaqa keys bo'ldiki, Wildberries'da yaxshi sotilyapti, Xitoyda yaxshi sotilmayapti. Lekin Wildberries'dagi tovarni biz uzumga olib kirdik, yaxshi sotildi. Lekin o'shaning teskarisi holatda biz ozgina xato qilib qo'ygan joyimiz bor. Ya'ni Wildberries'da sotuv yo'q, lekin Xitoy marketplace'dan qaraydigan bo'lsak, Xitoy marketplace'larida sotuv juda zo'r. Ya'ni o'sha Alibaba va Pinduoduo saytida sotuvlar yaxshi bo'lyapti. Ya'ni trend bo'lgan u mahsulot. Demak, biz o'shani O'zbekistonga olib kirdik va bu narsa albatta yaxshi sotuvlar qilib berdi bizga. Ya'ni aytmoqchimanki, ya'ni bitta platformani o'zidan o'sha Ozon yoki Wildberries o'zidan kuzatadigan bo'lsangiz, bu narsa albatta xato hisoblanadi. Ya'ni bizning o'sha ob-havo sharoitimizga va mentalitetimizga to'g'ri keladigan mahsulotlarni faqat Rossiya marketplace yoki Qozog'iston marketplace emas, albatta biz Xitoy
marketplace'larida ham juda qarashimiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari mana Shopify'da yaqinda ko'rib qoldim. Shop Hunter sayti bor ekan. Albatta o'sha bularning ham havlalari video ostida bo'ladi. O'sha saytni o'zida ham yaxshigina mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin ekan. O'sha trend bo'layotgan va yaxshi sotuvlar qilayotgan mahsulotlarni bemalol o'sha joydan o'zidan qidirishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari bozor, ya'ni ko'p narsalar albatta bozorga, ya'ni yangi mahsulotlar birinchi navbatda bozorga keladi. Bozorga aylangan holatingizda ham yangi mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va siz trendiy mahsulot topganingizdan keyin Alibaba yoki boshqa marketplace'lardan olib keltirmoqchi bo'lsangiz, o'sha Xitoy marketplace'lari 1688 yoki Taobao yoki Alibaba bo'lishidan qat'iy nazar, albatta sotuvchi bilan to'g'ri kelisha olish kerak. Ya'ni narx bo'yicha bu yerda va undan tashqari mana shu bitta zo'r tomoni bor. Alibaba bilan mana ko'p ishlayapmiz oxirgi paytlarda. Alibabaning ustun tomoni, menga yoqqan tomoni, agar siz o'sha bitta mahsulotni bitta sotuvchidan bir necha marotaba oladigan bo'lsangiz va albatta o'sha sotuvchi sizga qo'shimcha tarzda yaxshi takliflar beradi. Endi yaxshi takliflar deganimda, mana bu davlat mana bu mahsulot ko'proq olyapti yoki mana shu mahsulot endi trend bo'lyapti degan takliflarni sizga berib o'tadi va bu sizga plyusizga ishlaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, uni taklifi bo'yicha mana shu mahsulotni olib kiradigan bo'lsang, bu mahsulot trendda kutilyapti, O'zbekistonga ham olib kir, bemalol yaxshi sota olasan degan takliflarni beradi. Va bu narsa qachon bo'ladi? Ya'ni siz bir necha marotaba ulardan mahsulot xarid qiladigan bo'lsangiz va narxini kelishadigan bo'lsangiz, bemalol olib kelishingiz va shunaqa takliflarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari Alibabada mana ko'pchilik buyurtma qilayotganda narx juda baland, qimmat degan xulosalar bor. Bu haqiqat, ya'ni chunki u butun dunyoga sotgani hisobiga har xil davlatda narx tafovuti, ya'ni narx qiymati bor bu yerda, o'shaning hisobiga. Lekin siz bemalol sotuvchi bilan gaplashgan holatingizda o'sha mahsulotlarni narxini tushirib kelishgan holatda bemalol O'zbekistonga olib kelishingiz mumkin. Ya'ni o'sha marketplace'da sotishingiz mumkin bo'ladi. Bu nafaqat marketplace'lar, balki Optimga ham sotishingiz mumkin. Faqat o'sha to'g'ri logistika va to'g'ri platforma va to'g'ri sotuvchi tanlagan holatingizda. Chunki xitoyliklar shunaqa holat bor. Endi men ularni yomonlamoqchi emasman. Prosta aytmoqchi bo'lganim, xitoyliklarda aldab sotish holatlari ko'p bo'lib qoladi. Ya'ni men o'zimda yaqqol misol bo'lgan, bitta mahsulot olib keltirmoqchi bo'lib turibmiz. Narxini kelishayotganimizda aytgan narximizdan rozi bo'lyapti. Misol uchun, deylik biz 50 ming so'm turgan mahsulotni 30 mingga so'rasa ham berishga rozi, 20 mingga so'rasa ham berishga rozi, 10 mingga so'rasa ham berishga rozi. Va unga savol berdim, nima uchun aynan men aytayotgan narxni qabul qilyapti? Ya'ni bu yerda men yoki qimmat so'rab qo'yapmanmi asl narxiga nisbatan desam, u menga sen xohlagan narxdagi sifatni beraman. Aytmoqchimanki, ular bilan narx bo'yicha kelishayotganda sizni qochirib yubormaslikni harakatini qiladi va o'shanga yarasha sizni narxingizga yarasha sifat berishga harakat qiladi. Nima demoqchiman? Ya'ni men u bilan gaplashgan paytimda, xitoylik sotuvchi bilan gaplashganimda, u aytdiki, men berayotgan narxda olsang, bu mahsulot senga 1 yil, 2 yil xizmat qilishi mumkin. Lekin sen aytayotgan narxdagi mahsulotni beradigan bo'lsam, u senga 1 oy yoki 1 hafta ishlab berishi mumkin degan gaplarni aytgan. O'shaning uchun siz sotuvchilar bilan gaplashayotganda, narxini tushirayotganda albatta bu narsalarga ahamiyat berishingiz kerak. O'shandagina sizning mahsulotingiz o'zingiz xohlagan sifatda, ko'rinishda sizni qo'lingizga yetib keladi. O'shandagina siz yaxshigina savdolar qilishingiz mumkin. Albatta trendiy mahsulotlar deganimizda, sizlar bilib oling, albatta trendiy mahsulotlarni ham o'zining kirish vaqti bo'ladi. Mana bizning o'zimizda bo'lgan keys, Xitoy saytlaridan ko'rgan holatda biz O'zbekistonga olib kirib, o'zimiz marketga joylagan paytimizda shunaqa holat bo'ldiki, sotuvlar biz kutganday bo'lmadi. Ya'ni biz trendiy mahsulot Xitoydan ko'rdik, xo'p, lekin ijtimoiy tarmoqlarda kuzatmagan ekanmiz uni. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda u ancha oldin boshlanib, offlaynda sotuvlari yaxshi bo'layotgan ekan u mahsulotni. O'shaning hisobiga biz aziyga noto'g'ri paytda kirib qoldik. O'shaning uchun biz kutgandek sotuvlarni amalga oshira olmadik. Ya'ni aytmoqchimanki, siz trendiy mahsulotlar bilan kirayotgan bo'lsangiz ham albatta to'g'ri paytda kirishni aniq bilib olish kerak. Chunki bizga o'xshab xatolar qilib qo'ymasligingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Chunki agar sizda Xitoydan ko'proq miqdorda olib keltirib qo'yadigan bo'lsangiz, sizda sotilmasdan qanchadir qismi ushlab qolishi mumkin. Ya'ni sizni foydingizni ushlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni muzlashiga olib keladi bu narsa. O'shaning uchun albatta trendiy mahsulotlar ham o'zini yendan kirish vaqti bo'ladi. Chunki boya boshida aytib o'tdim, o'sha Xitoyda tug'ilib O'zbekistonda o'layotgan paytda kirib qoling. Ya'ni o'sha O'zbekistonda sotuvi, ya'ni trendi tugayotgan paytda kirib qolishingiz mumkin bo'ladi. Trendiy mahsulotlarda ko'pchilik mana marketplace'da savdo qilayotganda aytib o'tadi, trendiy mahsulotlar bilan kirmanglar deb. Albatta bu gapda ham jon bor. Trendiy mahsulotlarda qancha vaqt trend bo'lishini bilmaysiz. Balki 1 oy bo'lishi mumkin yoki 1 yil bo'lishi mumkin. O'shaning uchun albatta bu mahsulot turiga ham bog'liq, ya'ni ishlatilish jarayoniga ham bog'liq bo'ladi va albatta o'sha qadriyatga ham bog'liq. O'sha narsani ham inobatga olgan holatda trendiy mahsulotlar bilan to'g'ri kirishinglarni so'rab qo'ygan bo'lardim. Agar siz ham marketplace'larda to'g'ri strategiya va tizim orqali kirishni xohlamoqchi bo'lsangiz, albatta biz o'zimizda tajribamizdan kelib chiqqan holatda kurs shakllantirganmiz. Kursda ko'rishguncha va albatta video ostida o'z fikringizni yozib qoldiringlar va albatta videoga like bosishingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.